tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, sizni tizzangiz yoki tos bo'g'oningiz sohasida nima uchun og'riq bo'layapti? Organizm bu og'riq bilan sizga nima demoqchi? Shuni aytmoqchiki, siz nimanidir noto'g'ri qilyapsiz. Noto'g'ri tanani ekspluatatsiya qilyapsiz. Ya'ni tanadan noto'g'ri foydalanyapsiz. Va shu uchun organizm sizni kerak bo'lsa jazolayapti. U o'zini o'zi demak boshqarish kerak, u o'zini o'zi davolash kerak. U mana shu narsani qila olmay qoldimi, demak siz jiddiy xatolarga yo'l qo'ygansiz va mana shu imkoniyatlarni bo'g'ib tashlagansiz. Yo'lini to'sib tashlagansiz. Natijada organizm mana shu o'zini o'zi davolay olish, o'zini o'zi muvofiqlashtira olish qobiliyatini yo'qotgan va endi shuning uchun sizdan o'ch oladi deyman. U bechora tana gapira olmagandan keyin o'zidagi bor mexanizmlardan foydalanib og'riq orqali sizga gapiradi. Uni boshqa tili yo'q. U tanadagi o'sha metabolizm tili bilan, nevrologiya tili bilan sizga gapiradi. Va o'shani arzidodi sizga bo'lgan, sizni hayot kechirishingizga bo'lgan talabi va kerak bo'lsa javobi bu og'riq. Agar siz haq bo'ladigan bo'lsangiz va mani gapimda asos bo'lmaydigan bo'lsa, mani gapim oldi qochdi gap bo'ladigan bo'lsa, qani o'zingizga savol bering qani? Qancha vaqtdan beri tizza og'riqlaringiz bilan yoki tos sohangizdagi og'riqlar bilan yoki artrozingiz bilan yoki artritingiz bilan kurashasiz va qancha mana shu kasallikdan chiqishga muvaffaq bo'ldingiz? Man e'tibor bering gapimga. Kasallikdan chiqishga muvaffaq bo'ldingiz. Og'riq qoldirishga emas. Ming afsuski, minglagan odamlar og'riq qolsa, bu kasallik yaxshi bo'lganligidan darak deb hisoblashadi.